To'maris. Turon xalqlarining eng qadimiy qahramonlaridan biri. Mard va jasur ayollar timsoliga aylangan afsonaviy To'maris haqida juda ko'plab rivoyatlar, afsonalar necha ming yillardan beri tillardan tillarga, dillardan dillarga o'tib keladi. Amudaryo bo'ylari va Qizilqum tekisliklarida hayot kechirgan masagetlar malikasi bo'lgan To'maris erining vafotidan so'ng o'g'li hali yosh bo'lgani uchun hukmdorlikni o'z qo'liga oladi. Mamlakatni adolat va qat'iyat bilan boshqara boshlaydi. Miloddan avvalgi 530-yilda Ahamoniylar davlati asoschisi Kir II o'z hududlarini kengaytirish maqsadida Turon sarhadlariga bostirib kiradi. Ahamoniylarning yovuzligi, beshafqatligi, ko'plab yurtlarni egallash maqsadida qirg'inlar uyushtirgani turli manbalarda yozib qoldirilgan. Ularning ko'chmanchi masagetlar ustiga yurishi ham nihoyatda ayovsiz janglarga boy bo'lgani tarixiy yozma manbalar va arxeologik topilmalarda aks etadi. Dastlabki jangda To'marisning o'g'li Sparangiz boshchiligidagi masagetlar qo'shini g'olib chiqadi. Kir II ortga chekinishga majbur bo'ladi. Ammo tajribali va ayyor Ahamoniylar sarkardasi Turon askarlarini kuch bilan yengishiga ko'zi yetmasdan hiyla yo'liga o'tadi. Hali yosh, sodda Sparangiz va uning qo'shini dastlabki g'alabadan masrurlanib, dushman qo'liga asir tushib qoladi. Oqibatda Kir IIning qarshisida bosh egishni xohlamagan, xalqi va onasining aziyat chekishini istamagan shahzoda o'z joniga qasd qiladi. To'maris o'g'lining mardlarcha halok bo'lganini eshitib, qattiq g'azabga minadi. Ammo xalqining manfaatini o'ylab, Kir IIdan masagetlar yurtidan chiqib ketishini so'raydi. Biroq forslar shohi rad javobini bergach, ikki o'rtada yana ayovsiz jang boshlanadi. Urush shunchalar shiddatli kechadiki, Yunon tarixchisi Gerodot bu jang varvarlar o'rtasidagi barcha janglardan ham dahshatli bo'lgan deya ta'riflagan. Avval har ikkala qo'shin bir-birini uzoq masofadan turib kamondan o'qqa tutadilar. Kamon o'qlari tugagach, nayza va qilich bilan kurashadilar. Jang uzoq vaqt davom etadi. Ko'p qon to'kiladi. Nihoyat masagetlar g'alaba qozonadi. Fors qo'shinining asosiy qismi, jumladan Kir II ham jang maydonida halok bo'ladi. O'sha davrdagi eng yirik imperiya hisoblangan Ahamoniylar davlatida 29 yil shohlik qilgan, qator mamlakatlarni egallab, necha alp bahodirlarning boshiga yetgan Kir II Turon malikasi To'maris qarshisida ojiz qoldi. Uning jonsiz tanasidan uzib olingan boshi malikaning buyrug'i bilan qon to'ldirilgan meshga solinadi. To'maris xalqimiz orasida jasorat, mardlik va sadoqat timsoli. O'z yurtini jondan sevadigan, sha'nu g'ururi yo'lida hech kimga bosh egmaydigan ayol obrazi sifatida nom qozongan. To'maris